Bugun sizlar bilan birga o'zimni avtorskiy kokteylimni demak biz yozdan bo'g'ilib, qorayib chiqdik va endi kuz fasli terimizni oqartirish, obnovlение qilish vaqti. Demak biz hozir sizlar bilan birgalikda men yuzimni dog'im bo'lmasa ham men ham bo'g'ildim, kuydim и oqartirib, yoshartirib olamiz. Qaranglar qizlar. Men hozir yuzimni korolevskiy chiska qildim. Korolevskiy chiska plus yengilgina pilingdan keyin endi avtorskiy kokteyl qilaman va uni ustidan dog' ketkazuvchi, terini obnovit qiluvchi, terini tekislovchi, poralarni yopuvchi. Endi menda suvoy koja pora yo'q, suvoy kojada ham pora kuzatiladi. Ko'p bo'lmasa ham pora kuzatiladi, ayniqsa mana shu zonada faqat kuzatiladi. O'sha uchun terimizni ham tekislaymiz, oqartiramiz, ajinlarni ketkazib yoshartiramiz. Demak, korolevskiy chiska plus piling plus kokteyl plus dermapen muolajasi menda. Qizlar. Bu metodni aytib o'tib ketaman. Moskvalik ustozlarimdan o'rganganman. Endi yuzimiz muzlab, inyeksiya tayyor bo'lgunga qadar biz kokteylimizni tayyorlaymiz. Qizlarjonlar, men kokteylimni faqat mana shunaqa qilib ko'rsataman. Mana shu. Lekin to'liq ko'rsata olmayman nima ekanligini, chunki bu mening sirli o'zimni avtorskiy kokteylim qizlar. Xudo xolasa endi kuz va qish oylarida yuzimizni oqartirib, ajinlarni ketkazib, yoshartirib, восстановить qilib qolish vaqti. Albatta, kuzgi sezonviy programmani yosharish kursiga avtorskiy kokteylimga yoziling albatta. Qizlar, kokteylimiz tayyor bo'ladi. Endi yuzimizga oqartiruvchi, namlantiruvchi, ajinlar ketkazuvchi, terida lifting effekt beruvchi kokteylimizni qilamiz. Mening maxsus kuzgi kokteylim. Bu nima u? Bu yozi bilan terlarimiz kuygan, qoraygan, osilgan terlarimizni восстановить qilib beradi qizlar. Tak, kokteylimizni men tayyorlab uni ichiga solib oldim. Chunki bu shprisda menga kokteylni qilish qulay. Igna tutdim, igna. Bemalol qiladi. Qoraygan, bo'g'ilgan, ajin tushgan, dog'lar tushgan, poralar ochilgan, terida notekislik bo'lsa, hammasi uchun mana shu kokteylim. Kokteyl plus dermapen. Dermapenning o'zining ham muolajalari ko'p, menda bilasizlar qizlar. Bu kokteylimimiz bir martada zo'r effekt ko'rsatadi, lekin albatta muammoga qarab 3-4 marta olish tavsiya qilinadi. 3 martadan 5 martagacha qilaman-da muammoga qarab. Bu kuz oyida qilinadigan kokteyl. Demak qizlar, mana polniy mezoterapiyamizni tugatdik. Men yuzimni yaxshi yuvib tozalab keldim. Qizarish, bitta-ikkita ko'karish bu normal holat, lekin menda ko'karish bitta ham yo'q. Qizarishlar hammasi ketadi. 1-2 kun ichida bo'shashgachalar hammasi ketadi. Qaranglar mana. Chiqdim. Demak, 4 xil preparatdan kokteyl qildik va har bitta preparatda peptidlar, aminokislotalar, vitaminlar, niacinamidlar, ya'ni meni yuzimga mos keluvchi bo'lgan hamma kerakli moddalar bor. Ya'ni bu mening kokteylim hammaga bir xil qilinadi degani emas. Yuzingizga qarab, teri turingizga moslashtirib tayyorlanadi va keyin qilinadi. Ularni hammasini men ko'rsatib olaman. Demak, hozir yoshartiruvchi kokteylimizdan keyin endi ustidan oqartirib, terini tekislovchi, poralarni yopuvchi, terimizga qilingan yoshartiruvchi preparatimizni yana ham rag'batlantiruvchi, regeneratsiyasini yaxshilovchi, kollagen va elastin to'qimalarini faollashtiruvchi, dog'larni ketkazuvchi, terini tekislovchi, demak, terini tekislovchi, poralarni yopuvchi, terini tekislovchi, oqartiruvchi, namlantiruvchi, kollagen va elastinni stimullashtrovchi, faktorlarni yaxshilovchi koni foyda. Ya'ni yozda biz husnimizda nimani yo'qotgan bo'lsak, polni tiklab beruvchi bu polniy kompleksniy kokteyl plus dermapen muolajasi. Dermapen nima narsa, Nargiz opa desangiz, mana dermapen mana shu apparat bo'ladi. Lazerli apparat haqida ma'lumot bering Nargiz opa deganlarga, endi bu mening fikrim, men lazerli shifofkalar, lazerli apparatlardan to'g'ri qo'rqaman. Albatta buni o'zini mutaxassislaridan bilib so'rashingiz mumkin, no men qo'rqaman. Bu dermapen uchun har bitta odam uchun yangi pachka ochiladi. Yangi pachka ochiladi. Qizlar, bu yerda 36 ta ninasi bor. 36 ta muammoga qarab, terini muammosiga qarab 40 talik ninalilar bor, 12 talik ninalilar, 24 talik ninalilar bor. Albatta buni yuzni muammosiga qarab ishlatiladi. Endi kerakli bo'lgan skorsga qo'yib olamiz. Demak, biz qilgan kollagenimiz teri ostida ishlasa, dermapenimiz teri ustida ishlaydi qizlar. Dermapenda 3 ninasi bor, o'zini yuzingizda muammosiga qarab ninalar tanlanadi.
har bitta mijozga qizlar alohida kartrij minasi ochiladi. Nargiz opa, sizni qo'shangiz juda quruq, sizda pora yo'q-ku desalaring qizlar, quruq qo'shalarga ma'lum bir miqdorda o'ziga yarasha pora bo'ladi. Menda ham faqat mana shu zonada juda kichkina, juda ko'rinib turmaydigan, ko'zga tashlanmaydigan, juda kichkina bo'lgan, lekin mana shu joyimda notekislik, ya'ni poralar bor. Biz hozir shularni yopib tekislab tashlaymiz. Bu hammaga kerakmi? Bu protsedura hammaga kerakmi desalaring qizlar, bu yozdan chiqqandan keyin terimizni yoshartirib, oqartirib olish uchun o'ylaymanki, albatta bu hammaga kerakli bo'lgan protsedura deb o'ylayman. Albatta faqatgina yuz muammosiga qarab kokteyl tanlanadi. Tamom. Albatta kuz-qish vaqti bu protsedurani ayni juda ham rezultatni ishlab berish uchun zo'r vaqti qizlar. Bizlarda shunaqa ko'p kuzatiladi. Bahor kelishi bilan hamma qorayib, kuyib ketganda shuna qo'linglarga ancha pul bilan kelasizlar. Bo'g'ilib ketdim, qorayib ketdim, dog'larim o'tkirlashib ketdi deb qizlar jonlar foydasi yo'q-da, unda yozda. O'sha uchun ham mana hozir ayni vaqtda kuz keldi, bu yog'i qish qizlar, dog' bor va obnovlение terilarni oqartirib, yoshartirib, dog'larni ustida ishlashni sezoni qizlar. Mana shunaqa vaqtda nimaga jim bo'lib ketasizlar? Salgina nima deydi, salqinda terilaring oqarganini, sizlar oqarib ketdim, qish kelsam oqaraman, yozda kuyaman deb o'ylaysizlar. Yo'q, qishda hech qanaqa oqarmaysiz. Havo toza bo'lgani hisobida sizda ba'zi narsalar ko'rinmay turadi, va agar ketganda edi, u bahorga chiqib kelmasdi. Sal qizaradi, lekin o'tib ketadi. Endi bu qizlar ham kokteyl ham oqartiruvchi piling bo'lgani uchun ozgina sabrli bo'lasizlar. Qanaqamda bemalol ishga yurasizlar qizlar, bemalol menga o'xshab ishlab yurasizlar. Bilasizlar, men ham doim ishlayotganman. Qizlar, doim ishda o'tiraman. Shuning uchun ham bemalol ishlab yurasizlar. No, 3-4 kun sal ehtiyot bo'lasizlar. Endi ham oqaryapsiz, ham ajinlar ketyapti, ham yosharyapsiz. Endi 3-4 kun sabrli bo'lasizlar, lekin bemalol menga o'xshab ishlab yuraverasiz. Har doim hamma narsani o'zimdan o'tkazib, buni men bir necha yildan beri olaman, lekin mana bu yil endi yana mana o'zim boshlab beryapman sizlarga shtobi. Meni patsientlarim har doim aytadi, "Nargiz opa, o'zingizga ham qildingizmi?" deydi. Albatta qizlar, o'zimga bir necha marta, bir necha yildan keyin sizlargacha qilaman. Juda ham qo'rqaman bu narsani, men birdaniga sizlarga hech qachon qilmaganman. Men o'qib, o'rganib bo'lganimdan keyin ham o'zimga, yaqinlarimga qilaman va uni yillab kuzataman. Undan keyingina shuning uchun ham alhamdulillah, biron bir 20 yildan beri muammo bo'lgani yo'q. Inshaalloh muammo ham bo'lmaydi. Nasib bo'lsa. Kerak emas narsalar bilan ishlamasangiz o'z muammongiz bo'lmaydi inshaalloh.
Qizlar, mana endi kuz, qish kelyapti, oqarish, yosharish, dog'larni ketkazish vaqti keldi, terimizni vasanoviy qilish vaqti keldi. Shoshilamiz, chopamiz, qildirib olamiz qizlar. Hamma narsani o'zini sezonida qilgan yaxshi. Bahorda, yozda buncha pullarni, aynan men o'zimni konsertlarimga aytyapman. Butun boshqa oyliklarni ko'tarib kelishadi-da. Voy, qorayib ketdim, qilib beringlar, bizga foydasi yo'q qizlar. Yozda men bu yerda Surxondaryo, tем более Afrika qizlar. Bunaqa issiqqa hech ham bir foydasi yo'q-da. Shuni bilib turganim uchun shuni men sizlarga doim qaytarganman, shu xafa bo'lmayman. Endi sezon keldi, mana qaranglar, chopinglar deb aytyapman. O'sha vaqtda men qilmaganimga xafa bo'lib ketdilaring. Mana endi kelinglar qilaman deb aytyapman. Chunki sezoni keldi, foydasi bor, natijasi bor, ko'rinadi natijasi. Pulinglarga qo'ymaysizlar. Ana shu uchun qizlarjonlar, aytganini qilinglar-da. Kel deganda kelinglar, kutib turing deganda kutib turinglar. Pulinglarga va vaqtinglarga qo'ymaslik uchun. Xudo xolasa qizlar, bu videoni shunday saqlanib qo'yaman-da. 3-4 kundan keyin natijani ko'rsatib videoga qo'shib qo'yaman, ulab qo'yaman. Tayyor bo'lgandan keyin video, ya'ni 3-4 kundan keyin holatim juda zo'r bo'lib qoladi. Ana undan keyin o'sha holatimni videoga olib qo'shib qo'yaman-da, keyin mana do'pposli qilib ko'rib olasizlar. Qizlar, kuz, qish, yosharish, ayniqsa dog' ketkazish fasli. Qizlar jonlar, iltimos, buncha pullarni bahor bilan yoz vaqtida quchoqlab olib kelmanglar. Mana kuz bilan qish dog' bilan ishlaydigan vaqt. Ana shu imенно o'zini vaqtida ishlashni o'rganinglar. Foydasi bor, natijasi bor. Pulingizga quymaysiz. Qizlar jonlar, patsient bilan kosmetolog qachonki birgalikda yondashsagina muammoni ustida albatta natija bo'ladi, inshaalloh. Endi bu muolajamiz albatta birinchi protsedurasini o'zidagina juda ham chiroyli rezultat bilan ko'rinadi. Lekin yuz muammosiga qarab 3 martadan 5 martagacha men qilaman. Shunday qilinish kerak. Ha, aytmoqchi, 100% tabiiy, 100% original, 100% o'rgatib qo'ymaydigan programmali protsedura. E'tibor qilinglar, yuzim to'liq tabiiy, nitlar yo'q, tortirilmagan, hamma ingredient nima olsam tabiiy, original mahsulot, ya'ni o'ziga o'rgatib qo'ymaydigan. Qizlar, 30 bo'ldim, o'tim bo'ldim. Bu ota-bobolarimizning gapi, meni gapim emas. 30 dan keyin salgina o'zimizga e'tiborli bo'lmasak, iloj yo'q. Yillar o'z ta'sirini ko'rsatadi hammamizga ham. Shuning uchun yosharib, chiroyli bo'lib yurishimiz o'zimizni qo'limizda. O'z yuzimizga o'zimiz g'amxo'r bo'laylik. Alloh ham aytadi-ku, qizlar jonlar, o'zini sevganni sevaman deb. Ma'nosini chaqinglar qizlar. 3-4 kundan keyin ko'rishguncha.